Mana yana bitta onasi tashlab ketgan joy bilan onasini emsin. Mana shu yerga qo'yish kerak. Mana bu nimalar sinov uchun onasini emsin. Shu qanaqa professional nima ekan deb. Mana uni qo'ygan joyiga qayriladi. Agar noto'g'ri 1.90 ham emasda qiyshiq. Noto'g'ri mana bu priborlarga tegib ketsa, tok bo'lishi mumkin. Shuning uchun juda ehtiyot. Na palasa, na hech narsa, короче, shofyorlar uchun sinov joy. Shu yerga qo'yish kerak. Mana hozir bitta life hack ko'rsataman. Bu yerga qanday qo'yish kerakligini. Mabodo bunaqa shunaqa og'ir joylar bo'lsa, qo'yish yo'li life hack. Mabodo ikkita tuxumidan ko'p yoki 4 ta ko'zim bor degan voditellar negativ yozmaymiz, prosta shunaqa bir nima edi. Life hackchi. Sizlarni mabodo g'ururlaringga tegib ketmasin bu. Birinchi telefondan ikkinchi telefonga WhatsAppga telefon qilib, xuddi shunaqa video orqali kuzatib, o'zlaringizga qiyin bo'lgan joylarda shunaqa foydalanishlaringiz mumkin. Unchalik qiyin narsa emas, lekin shunday vaqtlar keladiki, bizga mana shunaqa joylarda qiyin kimdir aytib turishi mumkin bo'lmaydi. Bu odam bo'lmasligi mumkin yoki boshqa. Shunday videolardan foydalansalaringiz o'zlaringizga manfaatli bo'ladi.